Dunyoni kim boshqaradi degan savolga men hech kim deb javob bersam, bu javobni siz hazm qila olmasangiz kerak-a? Ba'zi odamlar maxfiy tashkilotlar, masonlar yoki ta'sirli shaxslar guruhi dunyoni sehrli tugmacha orqali boshqarishadi deb o'ylashadi. Bu g'oyalar bilasizmi qayerdan paydo bo'lgan? Albatta internetda tarqalgan videolar va filmlar orqali. O'zbek jamiyatida turli turk seriallari ommalashgan. Masalan, Qurtlar vodiysi. Meni o'ldiringlar. Dunyoning har bir burchagida senga o'xshagan o'nlab, yuzlab vatanparvarlar bor. Davlat bilan jinoyat olami hamma joyda urushadi va biz bularni ko'rib turamiz. Kim yutishini biz hal qilamiz. Ko'rib turibsizki, ushbu serialda qahramon siz sevuvchi Po'lat Alamdar masonlarga qarshi kurashadi va tomoshabinlarga go'yoki dunyoni yashirin kuchlar boshqarayotgandek taassurot uyg'otadi. Yana bir misol. O'zbeklarning yuragidan chuqur joy olgan Abdulhamid. Va biz imperiyalar davrini tugatamiz. Har bir mamlakatdan bir odamdan tanlaymiz. Angliyadan Cherchillni, Chor Rossiyasidan Marks g'oyalariga ishongan Leninni, Usmonlidan hozir oramizga qo'shiladigan Bey afandini, u o'z qarorini qabul qiladi. Olib keling. Global qaroqchilarga, haq bilmagan, huquq tanimaganlarga, notavon ixlosmandlarga hadlarni bildirib qo'yamiz inshaalloh. Bu yerda Abdulhamid islom dunyosi vakili bo'lib, sionistlarga qarshi kurashayotganini tasvirlashgan. Serialni boshidan oxirigacha ko'rsangiz, shunday tasavvur uyg'onadiki, holbuki butun boshli bir Usmoniylar imperiyasini aynan shu sionistlar yiqitgan. Bunday kuchlar yo'q deyotganim yo'q albatta. Ammo Paul Kennedy buyuk davlatlarning yuksalishi va qudratining tanazzuli kitobida ta'kidlashicha, Usmoniylar imperiyasi 20-asrlarning boshigacha, ya'ni Abdulhamid hokimiyatga kelgunicha o'zi pishib bo'lgan edi. Ya'ni qulashi aniq bo'lib bo'lgan edi. Asosiy sabablardan biri esa ichki masalalar. Ya'ni bu imperiya haddan tashqari kattalashib ketgan. Chunki u ko'plab hududlarni bosib olgan va bu hududlarni bir markazdan boshqarish qiyinlashgan. Rim imperiyasi ham shu sababdan qulagan. Natijada turli ichki guruhlar o'z mustaqilligiga erishmoqchi bo'lishgan va albatta ular tashqi kuchlardan yordam izlashgan. Ya'ni bu Usmoniylar imperiyasi qulashida juda ko'p omillar sabab bo'lgan va aybni faqatgina qandaydir maxfiy guruhlarga ag'darish adolatdan emas. Ammo ba'zi sodda vatandoshlarimiz har qanday masalalarga diniy mavzuni qo'shib unga qarshi chiqayotgan yovuz kuchlarni tasvirlab taqdim etishsa, ular vajabo deb ishonib qo'yishadi. Ammo ba'zi bir siyosiy rahbarlar sizning soddaligingizdan unumli foydalanishadi. Masalan, Abdulhamid seriali Turkiya hukumatati TRT kanali tomonidan moliyalashtirilganini bilarmidingiz? Bu shuni anglatadiki, Erdogan o'z geosiyosiy va ichki legitimligini oshirish maqsadida tashqi agressiya, ya'ni sionistlar tomonidan kelayotgan tahdidni tez-tez tilga oladi. Tamamını almanın hesabı gayreti içerisinde. Şu anda Trump efendi bunun gayreti içinde. Niye? Evangelist ve Siyonist bir mantığın ürünüdür şu andaki tablo. Abdulhamid kabi seriallar esa siyosiy rahbarlar tomonidan aytilayotgan retorikani omma ichida tarqalishga yordam beradi. Aslida dunyoni masonlar yoki bir nechta ta'sir kuchiga ega shaxslar boshqaradi degan gaplar haqiqatga to'g'ri kelmaydi. Bunga bir nechta sabab bor. Birinchisi, bugungi kunda sirlarni saqlash qiyin ish. Chunki jurnalistlar haqiqiy dalillar topa olishadi. Agar bunday maxfiy tashkilotlar haqiqatdan ham mavjud bo'lsa va global siyosatni nazorat qilayotgan bo'lsa, tadqiqotchi jurnalistlar allaqachon ularning mavjudligini topib isbotlashgan bo'ladi. Lekin hanuzgacha bunday isbotlangan dalillar mavjud emas. Ikkinchi sabab, dunyo siyosati va iqtisodiyoti murakkab institutlar, davlatlar va transmilliy korporatsiyalar tomonidan boshqariladi. Davlatlar, xalqaro tashkilotlar, BMT, Jahon banki va hokazo va iqtisodiy manfaat guruhlari qarorlar qabul qiladi. Agar bunday maxfiy guruhlar haqiqatdan ham dunyoni boshqarsa, ularning qarorlaridan qat'iy nazar siyosiy va iqtisodiy inqirozlar, urushlar va davlatlar o'rtasidagi raqobatlar
bo'lmas edi. 3-sabab, xalqaro munosabatlarda asosiy omil bu kuch balansidir, ya'ni kuch muvozanati. Dunyo siyosatida urushlar va mojarolar yashin tashkilotlar tufayli emas, balki yirik davlatlarning qudrat uchun kurash natijasida yuzaga keladi. Xalqaro tizimda har bir davlat o'z manfaatini himoya qilishga intiladi. Ayniqsa katta davlatlar o'z geosiyosiy manfaatlari yo'lida siyosiy va harbiy harakatlarni amalga oshiradi. Shuning uchun urushlar va global mojarolar ortida fitna emas, balki qudratli davlatlarning o'z mavqeini saqlab qolish harakati turadi. Endi esa ko'pchilik dunyoni boshqarayotgan deb hisoblaydigan shaxs va yahudiylar haqida gaplashamiz. Rockefellerlar, Rothschildlar yoki Soros singari milliarderlarga doir ko'plab fitna nazariyalari mavjud. Ya'ni ko'pchilik fikriga qaraganda yahudiylar dunyoni boshqarishadi. Ular rostdan ham dunyoda shunday ulkan ta'sir kuchga egami? Yuqorida sanab o'tgan shaxslar katta biznes egalari, turli moliyaviy va xayriya fondlar egalik qilishadi. Ba'zilari hatto siyosiy jarayonlarga ham ta'sir o'tkazishi mumkin. Ammo ularning ta'sir qilish usuli ko'pchilik o'ylaganday emas. Ya'ni ular markazlashgan bir strukturaga bo'yin sinmaydi. Ular dunyoda biror tugmani bosib urush yoki iqtisodiy inqiroz boshlab yubormaydi. Balki ular o'z manfaatlari yo'lida turli siyosiy va iqtisodiy jarayonlarga aralashishi mumkin. Masalan, Soros 1992-yil Black Wednesday, ya'ni qora chorshanba va Britaniya funti inqiroziga o'z hissasini qo'shgan. Yahudiylarning ta'siriga keladigan bo'lsak, AQShda yahudiy yoki arman lobbisi mavjud. Ular Amerika jamiyatida muhim ijtimoiy va iqtisodiy mavqega ega. Amerika hukumati yahudiy lobbistlar ta'siri haqida John Mearsheimer va Stephen Walt juda ajoyib kitob yozishgan. Nega Amerika hukumati lobbistlarga ba'zi vaziyatlarda quloq soladi deysizmi? Siyosatchilar saylovlarda ulardan qo'llab-quvvatlash olishi istaydi. Chunki bu ularga ko'proq ovoz va saylovda g'alaba keltirishi mumkin. Shuning uchun AQShning ba'zi rahbarlari yahudiy yoki arman lobbistlarga mos qaror qabul qilishadi. Lekin AQSh Obama davrida Quddusni Isroilning poytaxti deb tan olmagan va Falastindagi Isroil aholi punktlarini qo'llab-quvvatlamaydi degan bayonot qilgan. United States does not accept the legitimacy of continued Israeli settlements. It is time for these settlements to stop. Xulosa qilib, dunyoni boshqaradigan yagona shaxs yoki tashkilot mavjud emas. Siyosiy, iqtisodiy va ijtimoiy jarayonlar juda murakkab va ular turli omillar ta'sirida shakllanadi. Siz qanday fikrdasiz? Haqiqatdan ham dunyoni kim boshqaradi? Izohlarda o'z fikringizni yozib qoldiring va like tugmasini bosishni unutmang. E'tiboringiz uchun rahmat.